Biz burun çak dettok asmanda uçkan ayrılan yerime tört tuva orunduk üstelden başka hemini yeydu deyimiz. Bu çak. Ama lekin Xitay devleti de bulup mu komünistlarınki devirden keyin işgaliyetinden keyin meyli bizning vatan olsun, Xitayning işgaliyetidagi Tibet yoki Xitay o'zida olsun, bularda butunlay insoniyatdagi eng tuvan bo'lgan bir insonningki qimmatiga, hurmatiga bo'lgan qoida yusun deymiz, axloq normlari olsun, hammani bular bichit qilib vayrona qilyapti. Xitoy millati uchun hozirgi vaziyatda hatta ba'zi bir Uyg'ur manqurtlar shunga kirdi, boshqa millatlarning bu puldan boshqa hech nima yo'q. Bu dunyodan boshqa hech nima yo'q ular uchun. Shuning uchun bu yerda men burundan deb kelayotgan Xitoyning razilligini biz o'ylab yetolmagan bor, ammo Xitoyning qilolmaydigan razilligi bu hokimiyatning yo'q. Razilligining cheki yo'q.